Bugungi kunning muhim xalqaro yangiliklaridan biri Yaqin Sharq hududidagi keskinlik bilan bog'liq. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Karg Island atrofidagi vaziyat xalqaro e'tiborni tortmoqda. Bu hudud Iranning eng yirik neft eksport markazlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro axborot manbalariga ko'ra, United States harbiylari ushbu hudud bilan bog'liq strategik obyektlarni nishonga olgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayrim tahlilchilar bu voqeani mintaqadagi keskinlikning navbatdagi bosqichi sifatida baholamoqda. Karg oroli Eronning asosiy neft eksport yo'llaridan biri bo'lib, mamlakat eksportining katta qismi aynan shu terminal orqali amalga oshiriladi. Shu sababli bu hududdagi har qanday harbiy yoki siyosiy voqea global energetika bozorlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Eron rasmiylari esa vaziyatga javoban keskin bayonot berdi. Ularning ta'kidlashicha, agar mamlakat energetika infratuzilmasiga tahdid kuchaysa, Eron AQSh bilan aloqador bo'lgan ayrim neft obyektlari yoki transport yo'llariga qarshi choralar ko'rishi mumkin. Shu bilan birga, xalqaro kuzatuvchilar vaziyat yanada keskinlashmasligi uchun diplomatik yo'llar muhimligini ta'kidlamoqda. Ko'plab davlatlar tomonlarni vazminlikka chaqirib, mintaqadagi barqarorlikni saqlash zarurligini bildirgan. Mutaxassislarning fikricha, agar energetika infratuzilmasi bilan bog'liq ziddiyatlar kuchaysa, bu nafaqat mintaqa, balki butun dunyo bo'ylab neft narxlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki Yaqin Sharq global neft ta'minotining muhim qismi hisoblanadi. Hozircha vaziyat bo'yicha aniq yakuniy ma'lumotlar yo'q. Turli manbalar turlicha ma'lumot bermoqda va rasmiy tasdiqlar hali to'liq e'lon qilinmagan. Shu sababli xalqaro hamjamiyat vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Yaqin Sharqdagi bu kabi keskinliklar ko'pincha jahon iqtisodiyoti va energetika bozorlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mutaxassislar diplomatik muzokaralar va tinch yo'l bilan yechim topish eng muhim omil ekanini ta'kidlamoqda.